Hammaga salom do'stlar. Bugun yana men Zazay 3876. Bugun biz qonli o'yindan bordigan narsalar ko'rib chiqamiz. Mana bu o'lgandan keyin qoladigan narsa, bu kelishi aniq. Mana bu Evmo bo'lishi mumkin, bu ham kelishi aniq. Mana bu 100% keladi. Aniq kelishiga o'zim javob. Va qolganlarini ham ko'rsatib chiqaman hozir. Keyin mana bu qonli oynaborga ko'pga keladi mana shu odam ham ko'pga keladi. Yonida bo'ri chiqib turadi. Ko'p ham 10-yilda bepulga beriladi, olib olishingiz mumkin. Keyin esa bo'riga skin keladi. Hozir mana shu bo'riga skin keladi albatta. Keyin bizga kirib kelish keladi. Hozir uni ko'rishingiz mumkin. Undan keyingi kirib kelishimiz ham bor. Undan keyin kirib kelish ham bundan zo'rroq, hozir ko'rasiz. Qonli kirib kelishdi. O'zi ham qo'rqinchliroq. Hoziroq like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Pastga o'tkazamiz. Bu ham chiqadi, bu ham keladi albatta. Keyingisi esa erpaga keladigan mana bu emotsiya. Qaysidir oyna emotsiyasi, ana bu ertaga keladigan, mana bu ham keladi aniq. Nechinchidir ham keladi shu emotsiya. Mana buni bilmadim, kelishi ehtimoli bor. Buni ham kelishi ehtimoli bor. Hozir ovoz chiqmayapti, videoda ovoz chiqmaydi. Buni ham kelishi ehtimoli bor. Mana bu 100% keladi. Kelmasa o'zim javob. Mana buni kelishi ehtimoli kam. Kelmasligi ham mumkin. Ogohlantiramiz. Mana bu ham kelishi mumkin yoki kelmashi ham mumkin. Hozir esa mana bu ertaga keladigan mashinaga skin, mana bu otga skin. Undan pastga tushirsak, mana bu stenkaga skin, mana bu esa profilga skin. Skin emas. Xuddi men gapirgan. Mana bu esa o'zgarish evolyutsiyasi. Keyingisi esa kelishi mumkin bo'lgan yuzimizga taqadigan narsa. Mana bu uncha yaqinroq ko'rinmadi. Negadir o'zi shunaqa ko'rinmadi. Taxtda o'tirarkan faqat. Mana bu esa yaqinda kelishi mumkin bo'lgan narsa. Mana bu aniq keladi. O'zim javob agar bu chipasda bu kelishi ham mumkin, kelmashi ham mumkin. Hammaga xayr do'stlar. Obuna bo'ldingiz deb umid qilaman. Mana bu IDdan ko'rib olishingiz mumkin. Ana endi esa xayr do'stlar.